Assalomu alaykum. Ashraf ahli qandoqlarni menga yaxshiroqlarni salomat tudinglarmi? Biz faoliyatni mana Ayub Sultonni boshlab o'tdik. Hozir anchamiz taqtibyapmiz. Lekin jumadagi odam bek jixlab ketdi. Odam oz bo'ladida bizning taqdir odamlar. Shunga vallahi Alloh rizolik uchun bir şey kelib aktiv qatnashib qolsanglar faoliyatga. Odam bek oz bo'ladida, bek odamga ehtiyojimiz bor taqdiranga. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun biz Sulton Ahmadda Yunuslab Gurgis tarafdan boshlangan imzo to'plash faoliyatini ilk beryapmiz. Sulton Ahmad maydonidan biroz chekimlar chiqqanligimiz uchun biz Sulton Ahmad maydoniga ikrom maydoniga oldida faoliyatni beryapmiz. Qarindoshlarimizni aktivliklarga yaxshi har yerda qarindoshlarimiz kelib bu faoliyatimizga qatnashib biz bilan birlikda ilk beryapti. Yana Turkiyaningki 7-8 shahardan bu faoliyatimiz davom qilyapti. Undan boshqa Istanbulda yana 5-6 o'rinlarga yerlashtirishimizni o'ylashdi. Bu yerlashtirishimiz faoliyatini beryapti. Biz faoliyatlarimizga moddiy ma'naviy o'zini yordamini aymaymiz bilan birlikda shu davoni birlikda qilishimizdan Alloh razı olsun. Shu faoliyatimizga ovoz qo'shgan qilishimizdan Alloh razı olsun. Shu tashviqot varaqlarimizni o'zini ishida bilib Juraklarning kelib mushuk faoliyatimizda qatnashgan qarindoshlarimiz Alloh razı olsun. Rahmat amoqlar. Biz hazırmı İsmail Ağa Camisi'ninki Aktarıp'ı öttük. Aktarıp'ın faaliyet ilatını etip veriyorsunuz arkadaşlar. Ailesinin ait yakşı buluvatıda elhamdülillah Allah'ın izniyle. Değerli arkadaşlarınki bunun kim var? Maşında aktaş vakat varakını ekip taktıp vatanımızı köperek konuşturup Xitoyninki zulmünü köperek aşkarlap bizning vatanimizningki davosini xalqaro ishtirishimiz lozimligini bugunmi tushunib yetdik. Boshqa qarindoshlarning qanchalik bizga bo'lgan ko'rinishi orqali qarindoshlar biz vatanning zulmini, vatanning davosini xalqaralashtirishimiz kerak. Xalqaralashtirgan chog'da anondan keyin ishimizning ish bo'lganligini tushunib yetamiz qarindoshlar. Bundan Alloh razı olsun. Allah Teala işlerimizde uğurluk bereket ataksın. Birlikimizni takım kuchaytirsin inşallah. Oldida Imanın oldida ve keyinda mana boshlab qilyapmiz arkadaşlar. Qilamiz. Aşkallarga biraz qo'yib qo'ysak bo'ldi ekan. Assalomu alaykum qarindoshlar. Mana ijod qilishimiz ketdi inshaalloh. Alloh xohlasa. Ali Mana bizning Üsküdar'dagi maydondagi Cuma jamida tashviqot varaqchisi tarqatish faoliyatimizni boshlab o'tdik.